O'rdak ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda o'rdakni ko'rish boshqa qushlarga nisbatan yaxshiroqdir. Tushda o'rdagi borligini yoki birov unga berganini ko'rsa, mol, ne'mat va ulug'lik topishiga, maqsadiga yetishiga dalildir. Tushda uning qo'lida ko'pgina o'rdaklar paydo bo'lganini ko'rsa, uning miqdoricha mol hosil qilishi va dushman ustidan zafar qozonishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi o'rdak maishatni bildiradi. Agar tushida o'rdakni tutib olganini va birov unga berganini ko'rsa, uning miqdoricha mol va ulug'lik topishiga dalildir. O'rdakning tushdagi suyagi ham mol va ne'mat bo'ladi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushida o'rdaklarning bir yerni joy qilganlarini ko'rsa, o'sha yerga musibat va g'am tushishiga dalildir. Tushida o'rdak bolasini tutib olganini yoki birov unga berganini ko'rsa, farzand tug'ilishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi o'rdak 4 narsani bildiradi: molni, ulug'likni, rayosatni, amalni. Chunki o'rdak xohlasa havoda, xohlasa suvda, xohlasa yerda bo'ladi. Shuning uchun tushda o'rdakni ko'rgan odam qanday maqsadi bo'lsa, unga yetadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.